Assalomu alaykum. Mana yana yangi bir tong otgani. Allohimga behisob shukr. Oyoq qo'limiz but, uyg'onganimiz uchun, tomog'imizdan bir luqma o'tayotgani uchun, Alloh Xudoyim bergan ne'matlariga behisob shukr. Shu kunga yetkazilganlariga shukr. Ko'zimizni ochib uyg'onganimiz uchun, g'aflat uyqusida jonimizni olmagani uchun, ey Allohim, Parvardigor egam, o'zgaga muhtoj qilma Allohim. Parvardigor egam, tani jonim sog'lig'i uchun o'zingdan ming bor shukr. Parvardigor egam, Allohim, o'zing qo'lla, o'zing ishlarimni o'ngla, yaxshilarga yo'ldoshdir, yomonlardan adashtir, bilib bilmay qilgan gunohlarimga o'zing kechir, mag'firat ayla. Parvardigor egam, yaratgan Tangrim, hammasi uchun shukr. Berayotgan darding uchun ham, hammasi uchun shukr. Farzandlarim borligi uchun, ota-onam borligi uchun, jigarlarim borligi uchun, Alloh Xudoyim, o'zing ming bor shukr. Hammalaringlarni hayotlarini quvonchga to'ldirgin. Ota-onamni hajlarga jo'nata oladigan, haj ota-ona qiladigan farzand bo'layin inshaalloh. Parvardigor egam, o'zing g'oyibingdan yetkazdirgin. Shunday qiz bo'layki, ishlarim rivojini bergin. Xudo xohlasa men ham ota-onamni hajlarga jo'natib, jigarlarim hajlarga jo'nata oladigan darajada farzand bo'layin inshaalloh. Umr yo'ldoshim bilan birga hajlarga borishlik menga ham nasib qilsin. Parvardigor egam, o'zing qo'lla. Yaratgan Tangrim, o'zing qo'lla.